balki keltirar, lekin bolani qonini olishiga eng zo'r omil sifatida biza maosh va nohotni aytishimiz mumkin. Ana o'sha taomnomasiga e'tibor bersalar, ancha holatdan keyin bolada o'zgarish bo'lishi mumkin. Ko'pincha 4 oygacha bunaqa holat bo'ladi, keyingi holatda chiranishlar kamayadi. Ba'zi holatda onani sutidagi ferment nima deydi, laktozani bola uni hazm qila olmaydi, o'shani hisobiga har onani emganda qorin og'rig'i va chiranishlar, chiranayotganda ko'karib ketish, qizarib ketish holatlarigacha bo'lishi mumkin. Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, aynan bolaga eng tez yordam onalarga aytaman, shundoq plyonканы dazmollab qoniga iliqqina qilib bosish kerak bo'ladi va qonini soat mili bo'yicha ozgina silab, ozgina massaj qilsanglar, bolada nima deydi, gazli tezroq chiqib ketishiga yordam berish bo'ladi. Undan tashqari bolamizni juda tez ochiqib qolishidan keyin onani juda ham tez emishi mumkin, noto'g'ri emish oqibatida. Aerofagiya deyiladi. Havoni ham ko'proq onani suti bilan birga havoni ham yutgani hisobida qonida gazlar paydo bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga ham bola chiranadi. Lekin ba'zi bir chiranishlar bolada tonik talvasa xurujlarini ham izoh sifatida bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar chiranadigan bo'lsa, onajonlarimizga iltimos, ozgina vaqtda o'sha telefon hammada bor, telefonga suratga olsanglar yoki bo'lmasam o'sha video tasma qilib olsanglar, doktorga, shifokorga ham bir qanaqadir tashxis qilishga osonlik yaratgan bo'lasizlar.